Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugungi tadbirkorlar uchrashuvimizda tadbirkorlar biladigan muammolar, yechimlar, birorta muammolarni aytasizlar. Endi olmoqchimisiz balki nasib ochilmoqchisiz nimadir sabab bo'ladigan bo'lsa muammolar hal qilish uchun shu yerda turibmiz. Faqat siz kelgan kredit olmoqchimisiz? Ayting. Kredit olmoqchimiz. Bizda Prezidentimiz 312 sonli qaroriga asosan kreditlar ajratilyapti. Bunda turli xil chorvachilik, misol bizda o'zimiz bu hududda ko'proq chorva mahsulotlari rivojlanganligi uchun chorvachilikni ham boshqa yo'nalishlardan xohlagan yo'nalishda olishingiz mumkin. Bunga yaxshi yoki oilaviy korxonani ochgan bo'lib, hujjatlar tahlil beradigan bo'lsangiz, yigitlarga topshirasiz, xudo yaqin kunlarda chiqarib beramiz. Siz nima maslahat plastik ochmoqchisiz? Mayli, hozir front ofisimizda plastik ochish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Undan bitta pasportda o'zi yetarli. Agar boshqa muammolarni bo'lsa, qo'ldan kelgancha yechim qilishga harakat qilamiz. Hech bir olaman kartamni. Endi to'lovimiz 57 ming so'm bo'ladi. Bank to'lovimiz. Bir kun olib ketishingiz mumkin, masala yo'q. Yuzlashtirib ishimizni hal qilib beramiz. Agar sizlar nima masala rahmat aka. Sizga o'z tushunadi. Chorvachilik bo'yicha kredit olmoqchimisiz? Buning uchun biz onlayn ariza topshirasiz. Hozir hokim yordamchisining platformasi orqali yuklanadi. Bizga ham hujjat topshirsangiz, mahalla loyihasi, keyin biznesga birinchi qadam yo'nalishlarimiz bor. Shu yo'nalishlarda tez kunlarda kredit ajratib berishga harakat qilamiz. Xo'p, rahmat.